Akalar, arzoncha boshlang'ich to'lov bilan Damas avtomobilni xarid qilmoqchisizlar, lekin ko'p joylarga boryapsizlar. Nomerini o'zing taqib olasan, gaisini o'zing qilib olasan, sug'urtalarni o'zing qilib olasan deyishyapti. Holatda sizlarning cho'ntagingizda pullaring juda ham kam. Misol uchun $100, $200 pullaring bor. Aynan xuddi shunaqa sharoitda aynan bizga tashrif buyurib, $100, $200, $300lik Damas'larimizda xarid qilsanglar bo'ladi. Boshlang'ich to'lovning ichida hamma xarajati kirib ketadi. Agarda sizlarga mana shu mashinalarimiz qiziq bo'lsa, oliy to'lovlar qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib tanishib chiqsanglar bo'ladi. Telegram kanalingni qayerdan topamiz deganlar uchun profilimni tepasiga kirsalar, Telegram kanali silkasini qoldirib ketganman. Yana ham qanaqadir savolinglar bo'lsa, pastdagi raqamlarga bog'lanib, bemalol ma'lumotlarni bilib olsanglar bo'ladi. Atiga $100, $200, $300 pul bilan kelsanglar, mana shu yerda ko'rib turgan barcha Damas'larni bemalol bizdan xarid qilib ketsalar bo'ladi. Eslatib o'taman, hamma xarajati ichida bo'ladi. Nomeri ham, notariusi ham, gaisi ham. Yana ham mana shunaqa ideal mashina yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar.